Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvollaringiz? Hozir vaqtingiz xeyirli bo'lsin. Men o'sha bir necha vaqtdan yoqi videoni ishlayapman. O'sha turmushniki holatchiligi, xizmat, o'qish, bala har taraflardan jiq vaqtimni chiqarib qolamadim. Shunaqa vaqtincha to'xtatib turdim. Bu yildan boshlab bu videolarni qaytadan ishlashga kirishyapman. Bu yildan boshlab men yana davomli iqtisod bilimlaridan yana davomli ishlamoqchi. Lekin yana jiqroq shu boshqa bilimlar, ya'ni haddidan tashqari bilimlardan jiqroq ishlamoqchi. Nima uchun degan chog'da biz Uyg'urlar hozir nurg'un jihatlardan har taraflardan tahdidlarga uchrayapmiz. Shunaqa amal bor, har birimiz o'zimizning qo'limizdan kelgancha shu millatimiz uchun oz to'la yordam qila olsak, shunday yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shunga men bultur shu iqtisod bilimlari shunday muhim deb qarab, iqtisod bilimlaridan boshlagan edim. Iqtisod bilimlari bir davlat uchun shunchalik muhim. Uzun va'daga davlatni yaxshi mang'uzish uchun ham osonroq boshqalarga qasd bo'lmay mang'uzish uchun iqtisod bilimlari eng muhim desak bo'ldi. Masalan, hozir yaqinda ko'ryapmiz nurg'un Turkiya bu davlatlarniki iqtisod masalalaridan chiqayotgan masalalar, Qozog'iston degandek. Shunga men iqtisod bilimlaridan boshlagan. Lekin boshqa yana masalan bizning ma'rif jihatdami nurg'un masalalar bor hozir. Texnik bu dunyoni tushunish uchun hozirgi vaziyat, hozirgi siyosat ya iqtisod taraflardan bizniki ma'rif bilimlarimizmi shunday muhimki deb o'ylab qarindoshlarimizning bilan o'zimning shaxsan kallarimizning texnik ichilish uchun men to'xtamay o'rganish qilyapman. Ammo shu o'rganganlarimni tang o'rtoqlashaylik deb addidan tashqari bilimlardan so'zlab beray deb shunga kirishyapman. Endi bizning hozirgi ma'rifimizda shu 3 xil masala bor. Birinchisi bo'lsa mustaqil fikr qilish. Mustaqil fikr qilish hozir bizda kamchil. Nurg'un millatlarda kamchil, lekin ular yetildiryapti. Ham hozirgi nima uchun degan chog'da hozirgi dunyoniki qurilmasida eng cho'ng qoral media bo'lib qoldi. Mediada sizningki qo'lingizni orqada qilib yuvitadi. Mayli Twitter bulamdı, Facebook bulamdı yoki boshqa xabarlar ABC News ya bo'lmasa CNN hammasi shu. Shunaqa bularni bizniki shu mustaqil fikr qilish qobiliyatimiz kamchil bo'lsa, masalan, ba'zan xabarlarni ko'rib, shunga ishinib, yo bo'lmasa uning amaliy hujjatlarini tepib ko'rmay turib, uning ishinib qilsak, u degan mengsiz agishish yo bo'lmasa mengsiz taraflama degandek bo'lib qolamiz. Shunaqa bu bizniki hozir birinchi kamchiligimiz. Ikkinchi kamchiligimiz bo'lsa baholash ideyamiz. Baholash ideyamiz deganimiz critical mind deymiz. Bunida men deganim endi boshqa shaxsniki o'ziniki turmush odatlarini baholang deganim emas. Har bir odamniki o'ziniki tutgan yo'li, turmush yo'llari o'zidan bo'ldi. Uni biz baholab qilgan hech qanday huquqimiz yo'q. Meniki baholash ideyasi deganim endi masalan biz shu kichik vaqtimizdan boshlab Xitoyniki ma'rifini beklam singdirib olgan. Xitoyniki ma'rifida biz har qanday narsani yodlab turib o'rganamiz. Uniki ma'nosi zodi nima, u nima uchun shunday bo'ldi, undan jiq savol so'ramaymiz. Ma'lum nima degan bo'lsa, o'qituvchilarimiz nima degan bo'lsa, shu. Hargiz ma'lumdan nima uchun bunday bo'ldi degan savollarni jiq so'ramaymiz. Shunga bizda shu critical mind baholash ideyamiz beklam kamchil. Shunga har qanday narsani ko'rgan dunyodagi har qanday narsalardan nima uchun deb so'rashni o'rganishimiz kerak. Bu bir millatniki tafakkuri uchun beklam muhim. Shu Einstein degan bu dunyoda eng muhim narsa tafakkur deb. Shunga biz baholash ideyamizni yaxshi, qobiliyatimizni yaxshi ilgirlasak, tafakkurimiz shunday yaxshi bo'ladi. Bu tafakkurimiz bizningki bir davlatimiz uchun vaqt kelgan chog'da shunda eng cho'ng boylik bo'ldi. Anaki üçüncüsü bo'lsa ishonchimiz. Bizniki Uyg'urlarniki hammamiz sal-pal shu ishonchimiz kamchil o'zimiz bo'lgan jiq narsalarni o'zimiz ishongan narsalarni oldiga chiqib deyamaymiz. Boshqalar nima deb qolar, nima deb qolar deb. Boshqalarning ideyasini o'ylab turib ish qilishga ko'nab qolgan. Masalan, shu Amerikadagi davlatlarda bo'lsa, odamlarniki ishonchi shunchalik kuchli. Shunga shu Steve Jobs, Elon Musk degandek odamlar shunday to'xtamay chiqyapti. Masalan, bizningki tafakkurimiz shunday yaxshi bo'lsa-mu, ishonchimiz kamchil bo'lsa, nurg'un yerlarda, ya'ni
ilg'or davlatlarga yetishib olmaymiz. İlg'or davlatlarniki ilg'orligi nereden keldi degan chog'da ularniki davlat pulidan keldi. Masalan, Amerika dollari qanchalik pul bossimi, har qanday odam yana shunga ishonch qildi. Bu degan Amerika dollarining amaliyotda o'ziniki rasmiy qimmat yaratadigan yeri yo'q. Uning qiymati nereden keldi? Boshqalarniki ishonchsidan keldi. Endi bu Amerika dollari o'zining ishonchini nereden tiklagan degan chog'da o'ziniki shu sistemasi davlatiniki hukumatlarniki kuchliklaridan. Bular nereden keldi degan chog'da shu davlatniki kuchli shirkatlardan keldi. Bu kuchli shirkatlar nereden keldi degan chog'da o'ziniki shirkatlarning o'zlarining kuchli mahsulotlaridan keldi. Butun dunyoga mahsulotni qo'yib turib sota oladigan shu mahsulotlardan keldi. Bu mahsulotlar nereden keldi degan chog'da shu dunyodagi eng bilimdor odamlarniki tafakkurdan keldi. Mushtaq kuchli davlatlar, masalan Amerika, Kanada, Avstraliya va boshqa Yevropa davlatlari o'ziniki ba'zan eng yaxshi sistemlarni chiqarib turib, boshqa davlatdagi bilimdor odamlarni o'ziga jalb qildi. Har xil farovonlik, ya bo'lmasa biz Bitcoinni o'zimizning davlat puli qilamiz deb turib, mushtaq odamlarni, bilimdor odamlarni o'ziga jalb qildi. Bu bilimdor odamlardagi eng chong qimmati nima degan chog'da birsi tafakkur, yana birsi ishonch. Ishonchmi shunchalik muhim. Qanday degan chog'da, masalan, Yaponiyaga qarab baxsak, Yaponiyami shu o'ziniki ma'rif sistemasini shu baholash ideyasi bilan tafakkur qilish bilan o'zgartgili 100 yil vaqt qoladi dedi. Hozirgacha shunda jiq tafakkur yaxshi odamlar chiqdi, o'ziga xos tafakkur qila oladigan odamlar 100% desak bo'ldi. Shunga to'xtamay ijodiyatlar chiqyotdi. Bo'libmi 20-asrning 80-90 yillari eng kuchli vaqtlari, keyin iqtisod bilimlari kamchil bo'lg'achqa sal keyniga inib qoldi, lekin hozir iqtisod bilimlarimi, sistemlarimi dunyo bo'yicha eng oldida. Lekin bu yaponliklarniki tafakkuri yaxshi bo'lgan bilan nimasi sal kamchil degan chog'da, o'sha ishonchisi sal kamchil. Qanday degan chog'da ularmi o'ziniki urf-odatlari bor. Masalan, bizningki urf-odatlarimizda kamtar bo'lish, cho'nglarni hurmatlash. Bu bizningki urf-odatlarimiz. Bularni davomli saqlashimiz kerak, lekin mening tavsiyam unchalik kuchli kamtarlik bo'lmayli, kamtarlikni sal azaytaylik degandek. Bu yaponliklarnikimi o'zining urf-odatlarida mushtaq beshni tuvan silib, boshqalarga hay deb salom berish, boshqalar uchun o'ylash, boshqalarning hissiyotini o'ylash degandek mushtaq urf-odatlari, ular yaxshi isil urf-odat. Bular lekin biqlam kuchli bo'lg'achqa o'ziniki shu ishonch tarafdan sal-pal unchalik kuchli emas, lekin bizning kuchli ekanlar, lekin amerikaliklarga hisoblanganda yana unchalik kuchli emas. 80-yillari shu Sony degan shirkatlari dunyo bo'yicha birinchi o'rinlarda turdi. Amerikaniki nurg'un IBM, Intel, Microsoft, Alma shirkatlarining oldida turdi. Ularniki plastik CD'larni qo'yish mashinalari degan dunyoda hammayada birinchi o'rin turdi. U degan yangi taraqqiyot vaqtlarida. Lekin shu vaqtida Amerikaniki Alma shirkatida Steve Jobs degandek bir odam chiqib, o'ziniki shu qalisi kelgan narsalarni men cho'qim qig'uz men o'zimniki qo'l ostilarimga bu bo'lmaydi desam, men o'ziniki ishonch shunchalik kuchli bo'lg'achqa buni cho'qim qilmay nimda bo'lmaydi, shuni biz cho'qim nim qilamiz deb iPodni chiqargan. iPodni chiqarib, biroqlam Sony'niki butun shu mahsulotlarni keyniga yondirib o'tgan. Disrupt qilib o'tgan. Keyin yana shu o'zining qalisida o'ylagan narsalarni cho'qim chiqarmay deb iPhone'larni chiqargan. Qo'lda besib turib mang'uzalaydigan holatga yetkazgan. Shunga hozir butun dunyo shu iPhone'niki texnikasini o'rganib, Sony bilamdi, yo bo'lmasa Samsung bilamdi, nurg'un shirkatlar chiqdi. Shularni to'rab turib. Shunga shundoq odam kamchil Yaponiyada. Steve Jobs, Elon Musk degandek odamlarning chiqishi shunda tas bo'ldi. Bizdimi ishonch tarafdan shunchalik kamchil, shunga bizmi mush tarafni o'zimizni yetildirishimiz kerak. Shunga men mush taraflardan o'ylashib turib, iqtisod, ya'ni ma'rif jihatlardan o'zimniki yetkidek ozgina kuchim bilan shu videolarni ishlay deb kirishyapman. Agar qiziqsangiz, kanalimga shu videolarni ko'rishingizni umid qilaman. Hamsa, mening videolarimni ko'rishaylik. Allohga emanet.